jonli efirni yozib olish esdan chiqibdi. Hozir yozilyapti jonli efir. Mavzuni boshini o'tdik. Hozir yana testlar mobaynida tushuntirish berib o'taman. Noqulayliklar uchun uzr so'rayman. Hozir davom etadi darsimiz shu yerdan. Qolganlar uchun ko'ra olmasliklaringiz mumkin. Uni kanaldagi PDF orqali kirib yechib olasiz. Va mavzuni hozir misollarni yechib bo'lgandan keyin yana bir takrorlash qilib o'taman. Jonli efirda kuzatayotganlar buni ko'rgan bo'lishi mumkin. Bundan keyin kuzatuvchilar uchun hozir yana bir bor o'tib beraman. Demak, tinglamalarni hozir yechishga davom etamiz. Hozir 3-chi bilan 4-chini yechyapmiz. Qolganlar uchun hozir yana bir bor o'tib beraman. Demak, biz nima mavzuni o'tdik? Bizda mana bu narsa o'tildi. Xo'p, demak, tinglamalarda yechimlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Yechim chiqishi mumkin. Biz bundan oldingi 2-3 ta darsimizda yechimlarni chiqishini ko'rdik. Ya'ni aniq bir javob chiqadi. Ana endi hozir sizga ko'ryapmiz, javob chiqmaydi yoki javob juda ham ko'p chiqishini ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda yechimga ega emas, no solution bo'lsa, juda ham ko'p yechim chiqishi bu identity, ya'ni bir xillik hisoblanadi bu. Xo'p, qachon yechimga ega bo'lmaydi? Qachonki noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, yechayotganimizda ishimiz mobaynida noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, bu
Yana boshlaymiz, tayyor bo'lgan bo'lsangiz. Xo'p, bu nima degani? Ko'paytirsak, ikkilar qisqarib ketadi. Minus 7 nima? Minus minus nima bo'ladi? Plus 21 taqsim 2 plus 4 ni. Shunaqami? Adashmadik-a? Teng. Buni ko'paysa 15 taqsim 2 plus 2 lar yana qisqarsa 3 ne bo'ladimi? Endi nima bo'ldi bu? Minus 7 ga 4 plus 4 nima bo'ladi? Minus 3 ni plus 21 taqsim 2 teng 15 taqsim 2 plus 3 ni. Endi ikkala tarafga 3 ni qo'shaylik. 3 ni qo'shaylik, mana bu ketadi. Ikkala tarafga ham 3 ni qo'shamiz. Nima hosil bo'ladi? Bu ketadi. 21 taqsim 2 teng 15 taqsim 2 plus 6 ni bo'lib qoladi bu. Shunaqa? Endi ikkala tarafda nima qilamiz? 15 taqsim 2 ni ayramizmi? Minus 15 taqsim 2. Oson aytish, ha? Nima bo'ladi ana bu? 6 taqsim 2 teng 6 ni. Tushunaymi? Endi mana bu 3 teng 6 nimi? Ikkala tarafni ichiga bo'lamiz. 6 ga. 6 ga bo'lamiz. 3 taqsim 6 teng ni. Bu degani qisqarsa 1 taqsim bizga birinchi tenglamamizning javobi 1 taqsim 2 chiqdi, ha? 1 taqsim 2 qanday yozilishi mumkin esa deb kecha ko'rgandik. 1 taqsim 2 yozilishi mumkin yoki qanday yozilishi mumkin? 0.5 yozilishi mumkin, ha? Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi nima bo'ladi? Xo'p, 13 minus 7k minus 7 taqsim 3 teng 3k minus 2. Ikkala tarafda ham 3 ga ko'paytirib o'raylik, ha? Qutulamiz. Mana bu 3 ko'paytiramiz. Mana bu nima bo'ladi? 13 dan 7 ni ayirsak 6 minus 7k mi? Taqsim 3 teng 3 ko'paytirilgan 3k minus 2 mi? Bular qisqaradimi? 6 minus 7k teng 9k minus 6. Ikkala tarafga 7k ni qo'shib yuborsam bo'ladimi? Plus 7k. Mana bu ketadi 6 teng 10. Qanday qo'shyapmiz 7k ni? Qo'shyapmiz. 16k minus 6. Endi ikkala taraf bu taraf 6 ni qo'shib yuboramiz, ha? Ikkala tarafga ham 6 ni qo'shib yuborsak, nima bo'ladi? 12 teng 16k bo'lib qoladimi? Endi ikkala tarafni ichiga bo'laveramiz. Bittasiga tushirib, ikkala tarafni yo'q, 16 ga bo'laveraylik. Birdan k qoladi, ha? K teng 12 taqsim 16. Qisqarsa necha bo'ladi bu? 3 taqsim 4. Javobga 3 taqsim 4 yoki 0.75 mi dedi? Ha. Desa bo'ladi, ha? Keyingisi. Ishlang, bo'lmasa sizga vaqt 7 bilan 8 da ishlang.
misollarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi mana ichkarida xavosga olaylik. Nima bo'ladi bu? 3 minus x plus 4 bo'ladimi? Ha? Bu nima bo'ladi? 7 minus x bo'ladimi? Endi minus 2 ga ko'paytirsa shunda nima bo'ladi? Minus 14 plus 2x bo'ladi. Minus 14 plus 2x endi plus 5x teng 2 minus x. Yana mana buni soddalashtirsak bo'lar-ekan. 7x minus 14 teng 2 minus x. Endi ikkala tarafga x qo'shib yuboramiz. 8x minus 14 teng 2. Ikkala tarafga 14 qo'shib yuboramiz. 8x teng 16. X teng 2. Mana birinchisining javobi chiqdi. Ko'rdingiz-a? Demak, o'zimizning xossalarga ko'ra tez chiqdi. Keyingisini topamiz. Birinchi ochib chiqamiz, ha? Nima bo'ladi buni ko'paytirsak? 2 mi bo'ladimi? 4 kere 5 20, bitta qaytsa 2. 2 mi minus 3,6 teng minus 5m minus 1,2 plus 4 mi? Endi bu yerda kattaroq, mana bu yerni soddalashtirib olishimiz kerak, mana. 2 mi ayiramiz 3,6 teng bo'lar ekan. Minus 5 ga plus 4 minus m bo'ladimi? Minus 1,2. Endi ikkala tarafga m ni qo'shib yuboramiz, ha? Ikkala tarafga m ni qo'shib yuborsak, hop, 3m minus 3,6 teng minus 1,2. Endi ikkala tarafga 3,6 ni ham qo'shib yuborsam bo'ladimi? 3,6 ni qo'shib yuborsa 3m teng 3,6 ni qo'shsa 2 ga 4 bo'ladi-da bu. Chunki minus 12 ga 36 ni qo'shsa 24 mi? 2 ga 4 bo'ladi. Endi 3 ga bo'lib olamizmi? 3 ga bo'lib olsa m teng 0,8. Shunami? 24 3 ga bo'lsa 8 midi? 2 ga 4 3 ga bo'lsa 0,8. Tushunarli-a? Demak, yechimimiz chiqdi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi mavzu. Mavzuda nima deyapti? Mavzuda diqqat qiling va bu mavzuyimiz nima? Mavzuyimiz nima deyapti? Mavzuda qarang. Bu endi o'zgaruvchini boshqa bir o'zgaruvchilar orqali topish mavzusi. Mana bu yerda misollarni ham ko'ramiz hozir. Xo'p, demak, qarang. Diqqat eting. Tarjima qilamiz. A formula is an equation that states the relationship between two or more variables. Formula degani bu. Bizlar formula o'rganamizku. Formula degani ikki yoki undan ham ko'proq o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan tenglama degani. Tushunyapsizmi? Formula degani bu ikki yoki undan ham ko'proq bo'lgan o'zgaruvchilarni orasidagi bog'lanishni, mana between orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan tenglama degani. Aslida formula ham tenglama ekan. Endi aytayapti, formulas and some equations, ya'ni formulalar va ba'zi tenglamalar contain o'z ichiga oladi. Hop, o'z ichiga oladi. O'z ichiga oladi more than one variable. Ya'ni bittadan ziyodroq bo'lgan variable emas, o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi, deyapti. It is often useful to solve, ya'ni ko'pincha bu yerda foydali bo'ladi yechish formulani for one of the variables. Bitta uchun yechish qulayroq bo'ladi. Ya'ni bizda formulada bir nechta o'zgaruvchi beriladi. Bitta emas, bir nechta o'zgaruvchi beriladi. Lekin siz bitta orqali topishingiz kerak. Qanday topiladi deyapti mana shu yerda. Endi qarang, 3x minus a teng kx plus b deyapti-da. For x, ya'ni x uchun yeching deyapti mana shu yerda. Tepadagini ham qarang, solve each, ya'ni yeching har bir equationni yoki formulani for uchun the specified variable, ya'ni specified variable degani maxsus bitta o'zgaruvchi uchun yeching deyapti. Bu yerda nima o'zgaruvchi uchun? X uchun yeching deyapti. Keling shu yerda x qanday topamiz qarang. X topish uchun x ni bu betga o'tkazamiz. X bu betga o'tkazmaymiz, bunday qilamiz qarang. 3x minus a teng kx plus b. Bu yerda qarang, 1, 2, 3 ta o'zgaruvchi bor. Ya'ni x bor, a bor, b bor. Uchoviga ham o'rniga son qo'ysak bo'ladi, ha? Lekin bizga nima kerak? Nima kerak bizga? For x deyapti. X kerak deyapti. X topish uchun bu yerdan x ga qotamiz. Kx ni ayiramiz, ha? Minus kx. Nima bo'ladi? 3x
3x minus kx. Mana shu yerda o'chiraylik-da, mana shu yerda. Bitta o'chirib olaylik. Tak. 3x minus a teng kx plus b edi. Ikkala tarafda minus kx qildim. Nima bo'ldi? 3x minus kx minus a teng bu yerda kx yo'q bo'ldi. Mana qarang, bir tarafga hosil bo'ldi. Teng b. Endi nima qilamiz? Ikkala tarafga a ni qo'shamiz, ha? Mana bu ikkalasi bir xil bo'lgani uchun x ni chiqarib olaylik. 3 minus k bo'ldimi? A ni qo'shib olsa a ketadimi? Minus a qo'shib olsa yo'q bo'lib ketadi. Teng nima bo'lib qoldi? A plus b bo'lib qoldi mana bu yer. Endi mana bu yerga nima xalaqit beryapti? Mana bu xalaqit beryapti. Nima qilamiz uni? Bo'lib olamiz. X ga xalaqit beryapti-da. Demak, bo'lamiz 3 minus k bu. Endi bo'lsa ketadimi bu? Masalan, 5x ni 5 ga bo'lsa x qolardi-ku. X ko'paytirilgan mana shuni shunga bo'lsa nima qoladi? X qoladi. Teng a plus b bo'lingan 3 minus k. Ko'ryapsizmi? Ya'ni x ni ajratib topib oldik, ko'ryapsizlarmi? Tushunarli bo'lyaptimi? Ya'ni bir nechta o'zgaruvchi berilgan joyda biz bittasini aniqlab oldik. Tushunyapsizlarmi? Endi buni nima deyapti? Bunda nima toping deyapti? F-ni toping deyapti, ha? Keling, F-ni topaylik mana shu yerdan. F-ni topish uchun mana shu yerda F-ni ozod etish uchun biz mana shu yerda shunday joyda turgan joyda 9 taqsim 5 ga ko'paytirsam bo'ladimi? Nima bo'lib qoladi? 9s taqsim 5 teng F minus 32 bo'lib qoladi, shundaymi? Endi ikkala tarafga nima qilamiz? Plus 32 qilib yuboramiz. Keyin nima bo'lib qoladi? 9s taqsim 5 plus 32 teng F bo'lib qoldi. Mana F-ni topib oldingmi? Ko'rdingizmi? Bizda demak bir nechta tenglama berilgan joyda o'shani ichidan bittasini shuni yulib topib olsak bo'lar ekan. Mana bu nima deyiladi ekan? Solving a specific variable, ya'ni maxsus bitta o'zgaruvchini yechish. Tushunyapsizmi? Bu parametrlarga kerak bo'ladi. Bizning abituriyent sistemamizda ham eng ko'p keladigan mavzu mana shu aslida. Parametrli tenglamalar. Shu qarang, tushunsangiz qiyin emas. Mana qiyinmi bu? Bitta yechib chiqyapmiz. Keraksiz joydan ayryapmiz, kerakli joyga qo'shyapmiz. Tamom. Bu yerda ham xuddi shu. Uchinchisi nima esti buni? Bu uchinchisini yechib qo'yibmiz o'zi. Ikkinchisi mana. X-ni toping deyapti, ha? X-ni topishimiz uchun bizga nima xalaqit beryapti? 2 xalaqit beryapti. Nima qilamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Nima bo'lib qoldi? 2a teng 2 ga ko'paytirsa bu ketadimi? A plus b qavsda ko'paytirilgan x. Endi nima xalaqit beryapti? A plus b xalaqit beryapti-da, ha? Bo'lamiz A plus bmi? Tushunaymi? Nima bo'lib qoladi? 2a taqsim A plus b teng x. Bo'ldi, mana x-ni topdik. Keling, javoblarni tekshiraylik. Xo'p, birinchisining javobi mana. Bizning javobimiz mana to'g'rimi ekan? To'g'ri ekan. Ikkinchisi javobi qani? Ikkinchisiniki. 2a taqsim A plus b. Mana bizning javobimiz. To'g'rimi ekan? To'g'ri. Uchinchisining javobini ko'raylik. 9s taqsim 5 plus 32 midi mana. To'g'ri chiqdimi? Shunida qadam-qadam yechyapmiz. Demak, bugungi darsimiz hozir ikkinchi darsimizdan boshlanadi. Ikkinchi darsimiz vaqtiga ulgurib qolaylik. Demak, bugungi darsimiz shu yerda yakunlaymiz. Sizlar uchun qarang, vazifa bo'ladi. Vazifa, diqqat eting, exercise. Mana bu testni beraman. 6 ta ekan. Undan keyin chapter 2 savollarini beraman. Chapter 2 ni yechasiz. Hop, bu 4 ta, 5 ta, 9, 10, 11 ta. 11 ta ekan. 11 ta, 6 ta kamlik qiladi sizga. Yana qo'shimcha workbookdan vazifa beraman. Workbookni ham guruhga tashlab qo'yaman. Guruhdan workbookdan ham ishlaymiz. Demak, keyingi darsda biz mana bu yerdan boshlab davom etamiz. Mana bu testdan boshlab davom etamiz. Demak, e'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darsgacha.